Xo'sh, undaqda biz 6 bosqichning birinchi bosqichini boshlaylik. Birinchi bosqich bo'lsa, parakanda bo'lish bosqichi. Bu gap anglamoqqa yaxshi emas. Biroq biz biror ish qilishda yetarlik parakandachilikka ega bo'lmasak, biz shu ishni qilmaymiz. Amaliyotda bu xil parakanda bo'lish bosqichi ishlarimizningki qo'zg'atqich kuchi bo'ladi. Bu xil parakanda bo'lish bosqichi bizni ma'lum bir ish qilishga yetaklab mangdi. Masalan, sizning pul topqingiz bor deylik. Unda siz nima uchun pul topishni o'ylab qoldingiz? Chunki siz atrofingizga odamlarning yaxshi yashayotganligini ko'rdingiz. Shuning bilan siz o'zingizni boshqalarga selishtirdingiz. Dastlabda ancha parakanda bo'lmadingiz. Biroq keyinchalik parakanda bo'laverganligingiz tufaylidan bu xil parakanda bo'lish bosqichi sizni haqiqatan pul topishga qo'zg'atdi. Bu bosqichda siz o'zingizga samimiy bo'lmasangiz, sizda hargizmi o'zingizni o'zgartirishga tegishli energiya bo'lmaydi. Shuningdek, siz zada nima qilmoqchi bo'lganligingizni aniq bilishingiz kerak. O'zingizni aldamang. Demak, agar siz yetarlik darajada parakanda bo'lmasangiz, hargizmi o'zgarishga qarab mangmaysiz. Siz har qaysi jihatlardan muvaffaqiyatga erishaysiz, o'zingizni har qaysi jihatlardan o'zingizdan yuqori turadigan odamlar bilan ko'proq aralashishingiz kerak. Ularning har tarafdagi muvaffaqiyatlari, fazilatlari har zaman sizning erishmoqchi bo'lgan narsalaringizga erishishingizga yetakchilik qiladi. Bu vaqtda siz ko'proq parakanda bo'lasiz. Parakanda bo'lish darajasi ma'lum bir vaqt kelganda siz nishonni aniq turg'isiz. Bu vaqt siz yanada o'zingizga samimiy bo'ling. Bu xuddi agar siz ingliz tilini yaxshi so'zlasangiz, texim yaxshi so'zlashni umid qilsangiz, o'zingizdan yaxshi so'zlaydigan odam bilan aralashishga muhtoj bo'lganingizga o'xshashlik qilasiz. Siz o'ylab beqing. Agarchi siz ingliz tilini ravon so'zladim deb qarasangiz, siz shu ingliz tilingizni texim yaxshi so'zlash, texim shu saviyangizni yuqori ko'tarish uchun agar siz o'zingizdan saviyasi to'varak odam bilan inglizcha paranglashsangiz, bu aksicha sizni tövanga qarab mang'izdi. Hargizmi oldi qarab siljitmaydi. Shu sababdan siz hayotingizda muvaffaqiyat qozaman deyotgansiz, sizning ijtimoiy chambargingizdagi odamlar cho'qim har qaysi jihatlardan sizga turtki bo'la oladigan, sizdan har qaysi jihatlardan yuqori turadigan odamlar bo'lishi kerak. Sizdan har qaysi jihatlardan tuvan turadigan odam sizni hargizm parakanda qila olmaydi. Balki zeriktirdi. Agar o'zingizni ularga selishtirsangiz, kayningizga qarab mang'anligingizni darak beradi. Shunlashqa parakanda bo'lish sizni qo'zg'aydi. Lekin harakat qo'llanmay parakandilik ichida yashayversangiz, bu holat sizni azobga mubtalo qilish mumkin. Yoki siz o'zingizni yo'qotib qo'ysiz xolos. Ham bu xil tuyg'udan kechishga tamshilsiz. İnsanlarning yashash usulining o'lchimini o'xshash bo'lmaganligi tufaylidan ularningki muvaffaqiyatga bergan ta'bir o'xshash emas. Muvaffaqiyatning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Faqatla insonningki erishmoqchi bo'lganlarini ko'rsatadi xolos. Agar siz erishmoqchi bo'lgan narsalaringizga erishgan bo'lsangiz, mana shuning o'zi muvaffaqiyat. Sizning erishmoqchi bo'lgan narsalaringiz balkim cho'ng bo'lishi mumkin, balkim kichik bo'lishi mumkin. O mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar siz shu erishmoqchi bo'lganlaringizga erishdingiz. Shu sababdan biz muvaffaqiyatni cho'ng yoki kichik deb ayirmaymiz. Bu faqatla sizning shu erishmoqchi bo'lgan narsalaringizga erishish yo'lida ko'rsatgan tirishchanliklaringiz, amallaringiz, shuningga ko'rsatgan barliq ajrlaringizni ko'rsatadi xolos. Shu sababdan siz qanchalik yuqori holatda parakanda bo'lsangiz, erishmoqchi bo'lgan narsalaringizga shuncha oson erisha olasiz. Aksicha, sizning parakanda bo'lish darajangiz intayin ojiz bo'lsa, siz o'zingiz erishmoqchi bo'lgan qolgan narsaga erishamasligingiz mumkin. Chunki sizning parakanda bo'lish darajangiz tovan bo'ldi. Shu sababdan siz uni amalga oshirish uchun harakatga otlanmaysiz. Hayotida muvaffaqiyat qozongan odamlar intayin ko'p. Ba'zilarimiz bu odamlarni bilishimiz mumkin, ba'zilarimiz bu odamlarni bilmasligimiz mumkin. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, nurg'ulg'an odamlar o'zlari erishmoqchi bo'lgan narsalarga erishdi xolos. Mana mushu CD plastinkasini ishlab o'tiribdik. Mushu oshkor maxfiyatlik degan CD plastinkasini ovozga ilayotgan, tahrirlayotgan, muzikalarni ishlayotgan M studiyasidagi Mahmudjon Mamutni misol qilib o'taylik. Yosh faxrlik naqshchimiz ham muzikant Mahmudjon Mamut bo'lsa, xalqimiz orasidagi yosh naqshchilarning biri. Uning bugungi kundagi mushu natijalarni qo'lga keltira olishida o'xshashla mushu parakanda bo'lish bosqichining beshidan o'tkazgan. Qani hamsa Mahmudjon bilan qisqa bir suhbatlashib boqaylik. Mahmudjon, siz hozir qadar bir qancha naqsh plastinkasini chiqarib bozorga sapsiz. Ham 2008-yili Navodagi Ayqiz degan naqshingiz bilan ko'pincha kishilarning qo'llashiga yoqtirishga erishdingiz. Hamda xalq orasida sizning Ayqiz, Unutolmadim, Oshiq Sardori qatorliq ijodiy naqshlaringiz cho'ng kichik hammalarning yoqtirishiga erishib keldi. Undaq sizdan so'rab boqay.
mushu natijalarni qo'lga keltirishga nimalar sizga turtki oldi? Bo'ldi Ahmad muallim, men haqiqatan bugungi kunga erishishda oz bo'lmagan kechirishlarni beshimda o'tkazdim. San'at mening hayotim. Men kichigimdan boshlabla naqsh muzikani intayin yaxshi ko'ratdim. Mening o'sha kichik vaqtlarimda menda naqsh muzikaga bo'lgan qaynoq hissiyot intayin kuchli edi. Biroq rahmatlik onam, aka hadilarim mening naqsh muzikaga bo'lgan bu qiziqishimni qo'llabmi ketmaydi. Mening ichimdagi bu xil o't, bir xil qo'zg'atqich kuch meni mushu sohaga boshlab kirdi. Balkim ishonmasliginglar mumkin. Men to'liqsiz o'ttir maktabni bitiribla elektronlik royalga ishtiyoq bog'lab, o'zim chilib tayyorlagan. 2005-yili o'zim chilib tayyorlagan tunji CD plastinkamni xalqimizning huzuriga sundim. Bu CD plastinkam jamiyatda zo'r ta'sir qo'zg'adi. Yo'llarda, oshxonalarda, do'konlarda, hattoki talla bozorlarda mening shu naqshlarim yoraydi. Men bu xil qo'llashlarga erishgandan keyin yana texmo cho'ng natijalarni qo'lga keltirish kerak degan o'y keldi. Shu vaqtda mening atrofimda naqsh muzika sohasida hali ko'zga ko'ringan do'stlarim bor edi. Shu sababdan o'zim yaxshi ko'rgan bu xil qiziqishimni texmo yuqori bir baltaq ko'tarish uchun shu yili, ya'ni 2005-yili Shanxayga bordim. Hayron qolarliq yeri shuki, Shanxayning Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlaridami mening shu lirik kuylarim yangrayotdi. Hatto bozorlarda mening CD plastinkam sotilyotdi. Men bularni ko'rib intayin hayajonlandim. Hamda bir yil Shanxayda turish jarayonida kasbiy jihatda tig'mi kuchaydim. Qaytib kelgandan keyin ijodiyat ustida yana cho'nqur izlandim. 2007-yilga kelganda Xinjiang televiziyasining Navob programmasida, ya'ni Hayqiz nomli ijodiy naqshamni aytib, yana bir qadam ilgirlagan holda taklif bilan Sirdosh Unsin markazi tarafidan Hayqiz nomli 13 naqshliq ijodiy naqsh plastinkam tarqatdim. 2009-yilga kelganda men qayta o'ynash orqali o'zim sevgan kasbimni texmo rivojlantirish uchun va mukammal qilish uchun Xinjiang san'at institutining muzik ijodiyat kasbiga o'qishga keldim. Bu jarayonda o'zimdagi yetersizliklarni payqadim va bu sohada nurg'unlagan donliq kishilar bilan tanishib chiqdim. Bu orqali men kasbimni mukammallikka ega qildim. O'qish bitirgandan tortib ta bugungi kunga qadar muzik ijodiyati va muzik akkordlashtirish kasblari bo'yicha studiya qurib oldim. Men o'zim yaxshi ko'rganlarimga erishganligimdan intayin xursandman. Men tirishdim. Ilm ham tirishyapman. Jafo tortdim. Nurg'unlagan o'ngsizliklarga uchradim. Voysimidim, o'kinmadim. Men yana yaqinda eng yangi ijodiy naqshlarimni xalqimizning huzuriga sunish uchun tirishyapman. Men 4 yoshimda tog'dek otamdan ayrilgan edim. Aqlimni bilsam, rahmatlik onam biz 9 bolani ham ota, ham ona bo'lib yiqib kelayotgan ekan. Biroq 2008-yilga kelganda onamni ketdi. Natijalarimni ko'rolmayli ketdi. Men to'y qildim. To'ylarimni ko'mayli ketdi. Dodi bo'ldim, navrisini ko'rolmayli ketdi. Ana, bilaman. Mening deganlarimni anglayapsiz ham anglay olasiz. Sizning onalik mehringiz yana mening qalbimda. Otamma ham shundoq. Ana, sizga, yo'q, barliq onalarga men farzandingiz Mahmudjonning kichikgina bir ko'ngil sovg'isi bor. Boshqa sho'ng ish qilib beramadim. Qabul qiling. Ana. Sochlari oqargan onam azizlab qatorga qo'shgan shu onam
Ko'zlarimda chochlari oqargan onam azizlab qatorga qo'shgan shu onam balam deb shuncha ko'p jafolar chekib qon terlar oqqizgan mehribon onam balam deb shuncha ko'p jafolar chekib qon terlar oqqizgan mehribon onam sen yemay sen keymay qo'shding qatorga chidaysan balam deb shuncha jafoga chidaysan balam deb shuncha jafoga qandaqmu qayturay sening ajringni hammadan ulug' sen mehribon onam qachonmu qayturay sening ajringni hammadan ulug' sen mehribon onam dünyada hammadan büyük atağım şu ulug' nomi ham elga taralgan dünyada hammadan büyük atağım şu ulug' nomi ham elga taralgan balam deb kun tunlar uyqusiz qolgan hammadan ulug' sen mehribon onam balam deb kun tunlar uyqusiz qolgan hammadan ulug' sen mehribon onam hammadan ulug' sen mehribon onam mehribon onam Xo'sh, biz hozir Mahmudjonninki hikoyasini anglab o'tdik. Turmushda yo'liqqan tajribalarini anglab o'tdik. Buningdan shundoq bir narsani biz xulosa chiqarsak bo'ladi. Ya'ni Mahmudjonninki kichkidan tatibla san'atga erishmanlik xulqi, naqsha, sazg'a bo'lgan ishtiyoqi Mahmudjonning kichkidan boshlabla bir xil parakandichilik tuyg'usiga olib keldi. Ya'ni bu xil parakandichilik tuyg'usi Mahmudjonning cho'qim men mushu san'at sohasida, naqshi muzik sohasida bir danliq bir naqshi bo'lmaydi degan bir ideya keltirib qo'ydi. Shu sababdan Mahmudjon kichkidan boshlabla mushu xil parakandichilik, mushu xil hissiyotninki turkisida naqshi ishtiyoqqa erishman bo'ldi shundaqla. Shuning uchun qanday qilgancha shuni qo'g'lishib, mangdi deb tushunsak bo'ladi. Ikkinchi nuqtadan Mahmudjonninki mushu san'at sohasidagi kasbdoshlarininki Mahmudjon bilan tang'iliqi xiris qilib tura oladigan holatda turishi. Yana birisi Mahmudjonninki mushu o'zining ijtimoiy chambarida o'zidan yuqori bo'lgan, donliq bo'lgan naqshchi, ya'ni san'atkorlar bilan qanday deganda birga bo'lganligidan iborat bir haqiqat Mahmudjonni to'xtamasdan oshulardan ishib ketishga qanday turtki bo'latdi. Mushu xil kayfiyat Mahmudjonni to'xtatmay parakanda qilyapti. Garchi Mahmudjonning oilasiga
Mahmudjonning bu xil qiziqishini haddidan ziyod cheklab ketmagan bo'lsa-mu, biroq qani qo'llamadi. Mushundaq sharoit ostida Mahmudjon o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilish orqali o'zining orzusini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Demak, mushu qatma-qat o'xshash bo'lmagan mushtaq bir xil parakandichiliklarning turtkisida Mahmudjon qanday qilsa, oxiri 2005-yil o'zi elib aytgandek tunji bo'lgan plastinkasini vujudga chiqardi. Ya'ni shuning bilan birga 2008-yili o'zining Hay qiz degan naqsini elib chiqib xalqqa tixim o'zini namoyon qildi. Demak, natija cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, inson o'zi erishmoqchi bo'lganlarga erishmaydi deydigan u chuqur ma'lum bir ijtimoiy to'pning ichida parakanchilik uchrash kerak. Bu parakandichilik hargizmi qandoq uni ro'y jihatdan azob tortish yoki vayron bo'lish deganlik emas, balki shu ijtimoiy to'pdagi odamlarningki axloq, fazilati, kasbiy jihatdan shu odamdan yuqori turgan holatni ko'rsatdi. Mushundaq bir parakandi bo'lish, mushundaq bir qo'zg'atqich kuch bo'lganlik uchun insonlar oldi qarab manglaydi. Shu sababdanmi Mahmudjon oldi qarab mangaldi. Shuning uchun birinchi bosqich intayin muhim. Ya'ni bu bosqich bo'lsa biz deb o'tgandek parakandi bo'lish bosqichi.